xat kelibdimi? Yo'q, non kelibdi. Yaxshi. Ichkariga olib kir. Men bu nonni Gulshan opaga olib chiqib ber. Ularning farzandlari ko'p non yetmayotgandir. Bizning ota-onamiz urushga ketishgan. Ikkalamizga shu non yetadi. Bunisini Zahra opalarga olib chiqib beramiz. Ular ham oilada ko'pchilik-ku. Bu ikkalamizga. Bilasizmi opa, men oyimga o'xshab doktor bo'lmoqchiman. Ko'plab odamlar hayotini qutqarmoqchiman. Ol, ye. Assalomu alaykum. Opa, xat keldi. Mani sabrli qizlarim. Sizlarni juda ham sog'indim. O'zimni aqllilarim. Sizlarga bu xabarni aytish men uchun juda ham og'ir, lekin aytishim kerak. Otanglar jang maydonida fidoyilarcha vafot etdi. Men ularni qutqarib qola olmadim. Dadasi! Yo'q, qizlaringizga nima deyman? Jang maydonida yaralanganlar juda ham ko'p edi. Yodgorlarim. Tez orada diydor ko'rishni niyat qilib qolaman. Qora ko'zlarim, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.